Assalomu alaykum, hurmatli gul shaydolari. Bugun sizlarga Karnavin dorisi va ugolni, aktivni ugol haqida ma'lumot beraman va buni qanday qo'llashi ko'rsatib beraman. Hozir mana gullarimni sindirib, ko'p chiqqanini oshiqchasini sindirib oldim. Buni tomirlatishim kerak ildizotlarni. Hozir buni Karnavin dori vositasiga foydalanish, qanaqa jarayonda, qancha grammda foydalanishni ko'rsataman va nima uchun kerak bu dori, shu haqida ham aytib o'taman. Mana gullarim hammasi o'sib turibdi. Hozir dorini ochib olamiz birinchi navbatda. Bu Karnavin dorisi mana ko'rsatib turgandek gullarni ildiz ochishiga va yaxshi ildiz yo'yib o'sishiga yordam beruvchi vosita hisoblanadi. Buni hamma gulga foydalansangiz bo'ladi. Bu gul tanlamaydi. Parashok bo'ladi aslida bu. Parashok bo'ladi. Buni tayyorlanish normalari orqasida ko'rsatib o'tilgan. Mana shunga qarab tayyorlab olsangiz bo'ladi. 5 grammi 5 litr suvga deyapti. 5 gramm hozir men buni suvga tayyorlamayman. Buni gullarni tuprog'iga, ya'ni ildiziga sepib chiqmoqchiman. Ana shu bitta guldan qalamcha olasiz. Qanaqa gul bo'lishidan qat'iy nazar qalamcha olganingizdan keyin o'sha gulni tibini tozalab tashlaysiz, ortiqcha barik qoplamalarini ochib olasiz. Bu ildiz ochishiga yaxshi yordam beradi va o'sha doriga botirib olasiz. Ana ko'rib turganlaringizdek, o'sha holatda suvga solib qo'yasiz. Buni ozroq archib olish kerak. Archmasangiz ildiz yo'ymaydi. Buni ham botirib olamiz. Chetlariga tegish kerak, yon atrofiga tegizib olishlaringiz kerak. Buni ham shu holatda suvga solsangiz ham bo'ladi. Misol uchun ko'rsataman, manaday to'g'ridan-to'g'ri tuproqni bir barmoq chuqurligida ko'ylab tuvakka o'tkazib qo'ysangiz ham bo'ladi. Sababi bu tuproqda ham ildiz chiqaradi, suvda ham ildiz chiqaradigan gul hisoblanadi. Hozir men suvda ildiz ottirmoqchiman, sababi tuproqda qish faslida qiyinroq ildizlaydi. O'shaning uchun suvga solib qo'ydim, Karnavinga botirib. Qolganini mana bu holatda sepib chiqsangiz ham bo'ladi, foydalanib tuprog'iga. Shunaqa holatda sepib siz ham bu gullarga suv bilan o'zi ildiziga yetib boradi. Kam miqdorda, mana bu shu holatda olsangiz yetadi hamma gulga. Tabiga qo'yasiz. O'sha yetib boradi bu suv bilan. Ildiziga yetkazib beradi. Hozir men boshqa gullarimda ham solib qo'yganman suvga. Lekin Karnavin solmagan mahali bularga ham hozir bir chimdim suviga Karnavin solib qo'ysam, ildiz ochishi tezlashadi. Misol uchun 20 kunda ildiz otaydigan bo'lsa, bundan foydalansangiz 10 kun, 1 haftada ildiz otib beradi. Xo'sh, bu aktivni ugolga keladigan bo'lsak, buni bittasini ezasiz, mayda parashok shaklda ezasiz. Ezilgandan keyin hamma gulni tuvagiga qo'yib chiqing. Agar yangi ildizlagan gul ekmoqchi bo'lsangiz, tuprog'ini tayyorlashda tuprog'iga o'sha 2 ta yoki 4 tani tuproq hajmiga gulni kam ko'pligiga qarab ezib aralashtirib tuproqqa eksangiz bo'ladi. Bu gullarni chirishdan, mag'arlashdan, ildizi kasallanishni oldini oluvchi dori vosita. Buni
hamma aptekadan topsangiz bo'ladi. Mana Active Ugol deb yozilgan. Buni topish juda ham oson va arzon. Buni qo'llasangiz gullaringiz hech qachon ildizi chirimaydi, qoraymaydi va qish faslida ko'p gullarda tuprog'i mag'irlaydi. Namligi oshib ketgandan tuprog'ini yuzi oppoq bo'lib mag'irlaydi. Ana shu holatda bundan ezib tuprog'ini yuziga sepib qo'ysangiz albatta foyda beradi. O'sha mag'irlashni oldini oladi. Oldini olgandan keyin gulingiz kasallanishdan to'xtaydi. Juda katta foydasi bor. Bundan doim foydalaning. Kim gul o'stirmoqchi bo'lsa, bundan olib qo'yishini tavsiya qilaman. Buni suvga eritib, gullarga quyib chiqsangiz bo'ladi. Bu sprey qilinmaydi, faqat ildiziga. Bu gul tomir ochishiga. Karnabin. Bu vita aptekalarda sotadi. Gul do'konlaridan olsangiz bo'ladi. Bundan topish oson, arzon narxda, eng foydali, kerakli gul boquvchilar uchun olishini maslahat beraman. Hurmatli mijozlar, mana shu ko'rsatib o'tganlarim, bilganlarimni sizlarga yetkazib berdim. Bu gullarim gullab, yashnab o'sib turibdi. Yanada sizlarga kerakli ma'lumotni yetkazishga harakat qilaman. Keyingi videolarda uchrashguncha xayr. Ma'lumot ma'qul tushgan bo'lsa, like bosib qo'yishlaringizni iltimos qilardik.